Hayot bizga ba'zan so'z bilan aytib bo'lmaydigan tuyg'ularni hadya etadi. Quvonch, minnatdorlik, mehr va samimiyat bularning barchasi bugungi tabriklarimizda mujassamdir. Chunki bu so'zlar oddiy tilak emas, yurakdan chiqqan ezgu niyatlar ifodasidir. Tabrik vaqti loyihasi tomonidan yetkaziladigan bugungi tabriknoma samimiy inson uchun atalgan. E'tiboringizga o'sha go'zal dilnomani havola etishni boshlaymiz. Marhamat. Alo, assalomu alaykum. Assalom, yaxshimisiz, Rahmat. Dilbarjon opa, yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Bezovta qilib qo'ymadimmi sizni? Yo'q. O'tiribman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ayni damda yaqinimga tabrik loyihasidan qo'ng'iroq qilyapman. Shu loyiha suxandoni Rayonaxon bo'laman. Rahmat, bilaman. Sog' bo'ling. Rahmat kattakon. Avvalambor bugungi kunlaringiz xayrli bo'lsin. Qolaversa, bugungidek go'zal ayyomingiz, qizingizni dunyoga keltirgan kuningiz va Asalxonni tug'ilgan kunlari muborak bo'lsin. Rahmat. Dilbarjon opa, ilohim yaqinlaringiz baxtiga, qadrdonlaringiz baxtiga doimo sog'-salomat bo'lib yuring. Qizingiz Asalxonni ham tanu jonlari omon bo'lsin, ilohim. Allohim umriga baraka bersin. Bunaqa yoshlarni ko'plarni ko'rib yurishlik sizga nasib etsin. Bor bo'ling, minnatdormiz. Xo'p, bugun go'zal ayyom bilan, Asalxonni tug'ilgan kunlari bilan, mana shunday go'zal ayyom bilan, shukrona kunlari bilan tabriklash maqsadida loyihamizga bir-biridan ajoyib tabriknomalar yetib kelgan. Aynan yaqinlaringiz nomidan nima deb o'ylaysiz, Dilbarjon opa? Qizingiz Asalxonni biz orqali kim tabriklamoqdalar? Ikki variantim bor. Kim ekan? Aynan qay birlarga yuragingiz ko'proq uryapti? Rayhonoylarning midadan ikkisidan birsi. Albatta, yuragingiz adashmadi. O'zim sizga yordam beraman. Bugun sizni barcha qadrdonlaringiz, mehribon yaqinlaringiz, farzandlaringizni hammalari tabriklab qolishgan. Aniqroq qilib aytganimda, mana shunday go'zal tabriknomalar muallifi sizni juda ham yaxshi ko'radigan va opajonisi Asalxonni juda ham yaxshi ko'radigan mehribon qizingiz Rayhonoy tabriklamoqdalar. Baxtingizga omon bo'lsin barcha yaqinlaringiz, farzandlaringizni hammalari. Xo'p, o'zi opajonim tabiatan juda ham bir ko'ngilli, ochiq, samimiy, sodda, mehribon insonlar. Borlariga shukrlar bo'lsin. Ularni juda ham yaxshi ko'ramiz. Lekin har doim ham o'zlariga ayta olmaymiz. Agar imkoni bo'lsa, men yuborgan mana shu go'zal tabriklarimni Asalxon opamni o'zlariga bir chiroyli qilib o'qib bersangiz juda ham xursand bo'lardim degan ekanlar. Agar xo'p desangiz, mana shu musofir yurtlarda yurgan qizingiz Rayhonoyni chiroyli tabriklarini, go'zal nomalarini, dilnomalarini mamnuniyat ila e'tiboringizga havola etsam nima deysiz, opajon? Juda ham yaxshi, marhamat, unda qabul qiling. Mana shu go'zal tabriklar Asalxon singlimiz uchun. Assalomu alaykum, men uchun aziz bo'lgan qadrli insonim, suyukli opajonim. Bugun sizning tavallud ayyomingiz. Aynan mana shu kun munosabati bilan sizni chin qalbimdan muborakbod etaman. Mehribonligingiz, samimiyligingiz va jon kuyarligingiz uchun Allohim sizdan rozi bo'lsin. Har doim duolaringiz ijobat bo'lsin. Yuzida tabassum arimaydigan inson bo'lib yuring, opajon. Alloh taolo umringizga uzoq, sog'lig'ingizga mustahkam,
rizqingizni mo'l va xonadoningizni fayzu barakaga to'ldirsin. Har bir yangi yoshingiz o'zi bilan quvonch, xotirjamlik, baxt va ezgu yangiliklarni olib kelsin. Bugungidek shodliklarga boy kunlaringiz yaqinlaringiz bag'rida, mehrida yana ko'p nishonlash nasib qilsin. Yaratganning panohida bo'ling, opajon. Barcha orzu niyatlaringiz ro'yobga chiqsin. Ba'zan suyanish kerak bo'lsa, eng birinchi bo'lib suyanadigan insoningiz menman, opajon. Sizni yaxshi ko'raman. O'zimdan-da ko'proq yaxshi ko'raman. Juda ham kamtar va kamsuqum, mehribon, sabr toqatli, sevimli opamsiz. Eslay olmayman biron marta meni xafa qilganingizni. Hammasi uchun sizga behisob shukrlar aytaman. Rahmat hayotimda borligingiz uchun, meni opam bo'lganingiz uchun. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Oilamiz baxtiga doimo sog'-salomat bo'lib yuring. Alloh sizga ikki dunyo saodatini, qalbingizga xotirjamlik va umringizga barakot etsin. Siz dunyodagi eng zo'r opamsiz men uchun. Allohimdan siz uchun faqat shifo, sog'lik so'rayman. Mo'jiza ro'y berib, sog'ayib ketishingizga ishonaman. Siz dunyodagi eng katta baxtga loyiqsiz, opa. Qani edi imkon bo'lsa, butun dunyoni shodliklarini poyingizga socha olsam. Meni kechiring, opa. Sizdan xabar ololmaganim uchun sizni juda ham yaxshi ko'raman. Bugungi go'zal ayyomingiz yana bir bora muborak bo'lsin. Boshingga tushsa goh turli tashvishlar, kulib tursa katta ko'p yumushlar, yechim topar har qanday ishlar. Suyanganing opang bo'ladi, ishonganing singling bo'ladi. Turli tuman sinov o'tganda, do'stlar yolg'iz tashlab ketganda, o'ydan boshing qotganda, suyanganing akang bo'ladi, ishonganing ukang bo'ladi. Bir qorindan talashib tushgan, yuragida muhabbat joylashgan, quvonchingga quvonchlar qo'shgan, suyanganing opang bo'ladi, ishonganing singling bo'ladi. O'zgalardan izlama do'styor, so'zim yodda saqlagin takror. Muhabbatli jigarlaring bor, suyanganing opang bo'ladi, ishonganing singling bo'ladi deya chiroyli go'zal tabriklarni mana shu joyda yakunlab qolgan ekanlar. Rahmat, ko'proq rahmat. Tekrar Ilohim shu farzandli bo'lib ketgan Xudoyim. Xudoyim hamma niyatlarni yetkazay. Xo'p, keyin mana shu go'zal tabriklarga yana barcha yaqinlaringiz, hamshiriklar, kuyovingiz, Oxunjon, o'g'lingiz, xo'p, Asalxonni dadajonisi Farhodjon akamiz, onajonisi Dilbarjon opamiz, ukalari Diyorbek, Danyorbek, Samirbek, sevimli kelini Umidaxon, jiyanlari Jasurbek, Jasminaxon, qadrli qudajonisi Halimaxon opa, amakijonisi Shavkatjon akamiz, yangajonisi Matlubaxon opa, ammajonisi Muhabbat opa, xolajonlari Diloramxon opamiz, Sayyoraxon opamiz, o'g'iljon Salimaxon opalarimiz, qolaversa xolavachchalari Gulruh, Mehribon, opajonisi Gulixon, shirindan shakar bo'lgan jiyanlari Yoqutjon, Sayyoraxon, Javohir, Qudratjonlar ham sheriklar, ular ham barchalari Asalxon singlimizni tabriklab qolishmoqdalar, opajon. Rahmat, Diloram niyatlarni yetkay, najot bular o'zlashadi. Albatta. Aytganingiz kelsin. Dilbarjon opa, to'g'risi siz bundan ham yaxshisiga loyiqsiz. Ilohim oilangizni baxtiga, mana shunday qadrdon farzandlaringizni, barcha yaqinlaringiz baxtiga har doim sog'-salomat bo'lib yuring. Qizingiz Asalxon ham ilohim umri uzoq bo'lsin. Mo'jiza ro'y bo'lib, sog'ayib ketsin. Samimiy suhbat uchun sizga ham kattakon rahmat opajon. Qolaversa eng muhimi bugungi tug'ilgan kunlaringizni, ona bo'lgan kuningizni
yaxshi kayfiyatda, yaxshi insonlar davrasida o'tkazishingizni tilab qolamiz. O'zingizni ehtiyot qiling, xayr salomat bo'ling. Sog' bo'ling, rahmat. So'zim so'ngini Asalxon uchun opajonisi tomonidan ajoyib taronamiz bilan yakunlab qolamiz. Marhamat. Qorda yoppoq ko'ngillarim, bog'imda rayhon gullarim, baxtimga yaxshiyam siz bor, aziz opa singillarim. Qorda yoppoq ko'ngillarim, bog'imda rayhon gullarim, baxtimga yaxshiyam siz bor, aziz opa singillarim. Azizlarim, suyganlarim, dildan mehr qo'yganlarim, birga davron surganlarim, aziz opa singillarim. Siz borsizki bag'rim butun, bo'lmagayman g'amga tutqun. Shukr qilay siz bor uchun, aziz opa singillarim. Qorda yoppoq ko'ngillarim, bog'imda rayhon gullarim, baxtimga yaxshiyam siz bor, aziz opa singillarim. Biringiz ko'z, biringiz qosh, sal qoqilsam menga sirdosh, ko'ksimdagi botmas quyosh, aziz opa singillarim. Biringiz ko'z, biringiz qosh, sal qoqilsam menga sirdosh, ko'ksimdagi botmas quyosh, aziz opa singillarim. Yuribmanda ko'ksim kirib, yulduzni binarvon urib, yuringlar ey menga kirib, aziz opa singillarim. Sizlar meni keragimsiz, hayotdagi tirgagimsiz, urib turgan yuragimsiz, aziz opa singillarim. Baxtimga siz omon bo'ling, g'amlar ko'rmang, shodon yuring, farzandlarni baxtin ko'ring, aziz opa singillarim. Jiyanlarim baxtin ko'ring, aziz opa singillarim. Qorda yoppoq ko'ngillarim, bog'imda rayhon gullarim, xafa bo'lmang yo'qlolmasa, aziz opa singillarim. Qorda yoppoq ko'ngillarim, bog'imda rayhon gullarim, ranjimaysiz yo'qlolmasa, aziz opa singillarim. Xafa bo'lmang yo'qlolmasa, aziz opa singillarim.